Bugun yangi mashinani ko'rishga bormoqmiz va bu meni testga yetkazmaydi, chunki men makiyaj qilmayman. Bugun shunaqa oddiy obrazda ketamiz. Вот такой вот у нас полный образ. MG Motors kompaniya prezentatsiyasiga bormoqmiz. Lekin bu oddiy prezentatsiya emas. Bu prezentatsiyani bizlarga Asman Avto qilyaptilar. Ular ofitsial distribyutor MG va Volin mashinalarini O'zbekistonda va ular bizlarga birdan 3 ta mashinasini ko'rsatdi. MG Cyberster, Volin va Bardosh mashinalarini bizlarga ko'rsatib berdi va eng qiziq joyi shundaki, bu prezentatsiyada mashinalar sahnani o'rtasida chiqib kelgan. Tasavvur qilyapsizlarmi, sahnani o'rtasidan mashina chiqib kelyapti. Men hayronda qoldim. Undan tashqari albatta juda qiziq shou programma va yulduzlik mehmonlar va hamma blogerlarni bitta joyda yig'gan avtoshou. Asman Avtoga kattakon rahmat, chunki men hamma tanishlarimni ko'rib qolganman. Keyin esa mashinani ko'rishga ketdim. Bu chiroyli kabrioletni qaranglar. Salonlari ham qip-qizil, Toshkentning ko'chalarida o'rtasidan yurib vuz shunaqa zvuklar bilan yurish mazza bo'lish kerak ekan. Qani edi, men ham o'zimga xuddi shunaqasini olsam. Sizlarga ham albatta tavsiya qilaman, chunki Asman Avto endi O'zbekistonda bor va siz ham ko'rib shunaqa mashinalarni olishingiz mumkin. Agar sizga yoqgan bo'lsa, albatta like va kommentariy qoldiringlar. Sizlarga qaysi mashina ko'proq yoqdi?